Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. G'unchadagi obyektimizda ishlar o'z nihoyasiga yetdi. Eshiklarimiz polniy ustalovkalari tugadi. Juda chiroyli chiqdi ishlarimiz. Orqasidan daborlargacha o'rnatib ustalovkalar qilib. Ikkinchi etajda ham ikkita kichkina shunaqa eshiklarni o'rnatib berganmiz. Eshiklarimiz juda chiroyli holatda chiqdi. Buni ham orqalar bilan o'rab yopib berganmiz. Bu xonadonga jami 7 ta eshik ustanovka qilib berdi. Ishlarimiz juda chiroyli holatda chiqdi. Kimga shunaqa sifatli eshiklar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Eshiklarimizga oshiq-moshig'larni 4 tadan o'rnatganmiz. Eshiklar razmerlari katta, salkam 2.30 ga yaqin, eni 90 cm ga borib qoladi. Shuni hisobiga og'irligi ham 50-60 kg ga borganligi uchun oshiq-moshig'larni ko'proq qo'yganmiz. Ochib yopirishlar o'ta ideal holatda chiqdi. Kimga shunaqa sifatli eshiklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.